Paxtachi tumanida favqulodda vaziyatlardan xoli mahalla oyligi doirasida keng qamrovli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mazkur tadbirlar aholi xavfsizligini ta'minlash hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktyabrdagi favqulodda vaziyatlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida joylarda mahalla muhofazasi xonalarini tashkil etish ishlari yo'lga qo'yildi. Shu asosda Paxtachi tumani hududidagi mahallalarda ham mahalla muhofazasi xonalari tashkil etilib, zarur jihozlar, targ'ibot materiallari hamda ko'rgazmali vositalar bilan ta'minlandi. Tumanlarda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan mahallabay va xonadonbay usulida targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Uchrashuvlar davomida fuqarolarga gaz-havo aralashmasining chaqnashi, is gazdan zaharlanish, elektr va maishiy texnika vositalaridan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yong'in va boshqa favqulodda vaziyatlar haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Shuningdek, nosoz va nostandart gaz hamda elektr jihozlaridan foydalanmaslik, gaz qurilmalarini o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazish, elektr tarmoqlarini ortiqcha yuklamaslik zarurligi alohida ta'kidlandi. Yong'in sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilish, evakuatsiya qoidalariga rioya etish va tezkor xizmatlarga murojaat qilish tartibi bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi hamda fuqarolarga eslatma va bukletlar tarqatildi. Navbatdagi profilaktik tadbirlar davomida mutaxassislar tomonidan tadbirkorlik subyektlari, ta'lim va davolash muassasalarida faoliyat yuritayotgan xodimlar bilan ham uchrashuvlar o'tkazildi. Unda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish, yong'in kelib chiqishiga sabab bo'luvchi omillarni bartaraf etish, mehnat va texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, nosoz va nostandart elektr hamda gaz jihozlaridan foydalanishning salbiy oqibatlari misollar orqali tushuntirildi. Tadbirlar davomida ishtirokchilarga favqulodda vaziyatlarda harakatlanish tartibi, evakuatsiya qoidalari va yong'inga qarshi dastlabki choralar bo'yicha batafsil tavsiyalar berilib, xavfsizlik qoidalarini aks ettiruvchi eslatma va tarqatma materiallar yetkazildi.